Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda shunday pratik magila chorrahasida Novostroyka 16 etajga qurilgan, shuni 14-etajida. Mana ikki kart taraf do'rimizni bu yoqqa ham Face ID bilan kirilar ekan. Mana shu dom mana 16 etajgani 14-etajda ikki xona qilingan ekan, 56 kvadrat metr. Narxi $120,000. Mana liftdan chiqdingiz 14-etajga, o'zingizni parolingizni terib keyin kirasiz. Hamma etaji o'zini bezopasnost sifatida parollari bor ekan. Liftdan chiqib, bemalol kirib chiqib yurmas ekansiz. Hozir qo'shnida remont bo'layotgani uchun bu prosta ochiq turibdi. Atak dalshi kodli bo'ladi. Mana uyimiz ichiga ham kirib oldik. Kirishimiz bilan mana shunaqa keng koridor, veshilka, oyoq kiyim kiyadigan joy. Glavniy eshikdan kirishimiz bilan o'ng qo'lda shunday sanuzil bor ekan. Общий санузел mana mumtoz rakvina, dushoy kabinka. Sanuzil bilan chiqishimiz bilan o'ng qo'lda shunaqa keng foyer. Uyimiz studiyaning formatda qilingan ekan. Mana birinchi xonasi. Chap qo'l mana studiya formatida kuxni mebellar tayyor qilib qo'yishibdi. Hamma narsasi bor ekan. Vitskani ham chiqarib chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu yerda pasuda mashinalar yaxshisidan qo'yib qo'yishgan ekan. Xullas uyni o'zgilisiga atab remont qilishgan ekan. Keyin kichikalik qilib qolibdi uyi, shuning uchun sotishayotgan ekan. Mana bu yoq tarafdan ko'rinishi. Bu yoqni televizor zona qilib bundan o'tirsa bo'ladi. Hamma elektrik antena, internetlari kelgan. Mana chiroyli restoranlar ham qilib qo'yishgan. Kuxnyamizdan balkonga chiqib ketadigan joy bor ekan. Patololari ham baland 3 dan oshadi. 3 metrdan sal oshiqroq ekan. Mana balkonga chiqqanimizda mana go'zallik mana shaharda ko'rinishi, Toshkent City mana bu yog'i yangi mahallalar qurilayotgan ekan. Glavniy foyada mana ikkinchi xonamizga kiramiz. Bu ikkinchi xonamiz ham spalni. Spalnini ham chiroyli qilib aboyli qilib qo'yishibdi. Spalnining o'zining oynasi yaxshi akfalardan qo'yib qo'yishgan ekan. Mana spalnimiz bu tarafdan ko'rinishi. Xo'p, spalnidan mana balkonga chiqsa bo'ladi. Balkon tashqarisidan ochib bo'lmas ekan, eshiklar faqat ichkaridan ochilar ekan. O'sha balkonga chiqiladi, faqat eshigi ikkita ekan mana. Uyimiz 56 kvadrat, hammasi topli pol bo'lgan mana. Sistemalari. Bu gruzoy lift, kattaroq. Bu oddiy